mayli borib shaxtadan olib kelaman unda. Davay tezlash, faqat yana o'tgan martadagidek uyqusirab yurma, qanaqadir meni qo'limda qurollarni ko'rib. Endi ko'rganimdan keyin shunday degandim. Men ishonmaysizda onasini hamsi mayli. Senlar bugun ham ko'rmadinglarmi? Ana mer uyda turibdi, lekin qurol bilan ko'chada ham yuradigan odati bor. Bilasizlarmi o'tgan videoda qanday qilib bo'lganini? Ha, esladik. Bilmadim, lekin bugun ko'chaga chiqqan deb ko'rganim yo'q. Mayli unda men borib aytganini qilayda. Aytgancha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Joha va do'stlar, sizlar meni yangi videoyimdasizlar. Albatta videoga like bosib, kanalimga tez obuna bo'linglar. Pastda obuna bo'lish tugmasi turibdi. Bitta bosasiz 6 dan 6 nima dedim? Ostidan 6 ta kanal chiqib keladi. Hammasiga bitta obuna bosasiz tamom, sizning hech narsa ketmaydi. Qarashdak videoni oxirigacha ko'ring. Biz hozir qishloq meri qanaqadir g'aroyib holatda yuribdi. Ya'ni qo'lida qurollar bilan o'shani aniqlashim kerak bugun men. O'tgan videoni agar ko'rmagan bo'lsanglar o'tib ko'rishinglar mumkin. Qaysi kanalda degan to'sni esa o'zim ham bilmayman. Tak tosh yetishim kerak hozir.